Assalomu alaykum, Uskombat kanali aziz kuzatuvchilari. Mana hamyurtlarimiz kishi ketgan edi Xitoyga jang qilish uchun. Mana yetib kelishdi. Faxriddin Mardiyev nokaut bilan g'alaba qozondi va Sirojiddin Bekmurodov to'liq jang davom etgan jangda mag'lubiyatga uchradi. Bular haqida hozir jang haqida so'rab olamiz. Faxriddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jangingiz haqida so'ramoqchiman. Birinchi raundda yaxshi jang bo'ldi va ikkinchi raundda nokaut qildingiz. Qanaqa bo'ldi jang? O'zingiz haqingizda gapirasiz jangingiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Raqibim juda neudobniy sopernik ekan. To'g'risi o'ylamovdik unaqa bo'lishini. Birinchi raund poplanov qilib barbaqmoqchi edik, o'xshamadi. Keyin o'sha tavakkalga boksimizni ishlatdik. Alhamdulillah mana nokaut qildik. O'sha raqibingiz braziliyalik, o'zini hamyurti Costa UFC'dagi yaxshi ketayotgan Costa bilan jang qilib g'alaba qozongan ekan. Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz mana shu UFC'ga chiqishga o'zingiz harakat qilasizmi yoki o'sha WKG anaqasida ligasida jang qilishni davom ettirasizmi? Xudo xolasa iyul oyida hozir bizga abishat qildi kamarni 77 kilo vaznda. Inshaalloh shu kamarni olib turib Xudo xolasa UFC'ga harakat qilmoqchiman, chunki soperniklarim ko'rib chiqyapman. Boyagi hozirgi sopernigim ham hozir 7 tami 8 ta o'tkazgan. Costa bilan вообще qiynab tashlaganda, men bu bolani to'g'ri chusam qilmadim. Hali oxirigacha kuchimni ishlatmadim to'g'risi. Endi Xudo xolasa inshaalloh Alloh kuch-quvvat berib tursa, Xudo xolasa UFC'ga buyurib o'tamiz inshaalloh. Sirojiddin, jangingizni ko'rdik, juda ham yaxshi jang o'tkazdingiz va raqibingiz ozgina bizga o'sha videoda kattaroq tuyuldi. Siz o'z vazningiz 61 kg. Nega bu 66 kg-ni tavakkal qilib jang qildingiz? Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor o'zim 61 kg da jang qilaman. Soperligim 66 kg bayisi. 20 kun oldin dasturlashni qabul qildik jangda. O'zimga ishondim. Boy o'zimiz o'ylagandek ketmadi. Lekin normal bo'ldi, alhamdulillah. Hali ham o'zimga ishonaman. Takansa harakat qilaman. Bu parajenani yopaman yaqinda nasib bo'lsa. Jangni ko'rdik, misol raqib kurashib orqa tomoningizga o'tdi va belingizdan ko'p ushab turdi va zarba kam bo'ldi. Faqat siz o'sha holatda ham zarbalar ko'p berdingiz. O'sha zarbalar sonida hisoblasa ham, misol sizga g'alabani bersa bo'lardi. Nega bu g'alabani o'sha raqibingizga berib yubordi deb o'ylaysiz? Bilmadim, endi hammasi Allohdan nasib qilmagan ekan. Boy davomida balivoy qildim, sopernikda Kimuraga 100% tortdim. O'xshamadi. Nimaga o'xshamadi? Nasib qilmagan ekanda. Mehriddin aka, mana shogirdlarni olib bordingiz, 1-2 kun oldin siz bilan gaplashdingiz. Yaxshi formada degandingiz, mana yaxshi formadaligini ko'rsatishdi. Nima deb o'ylaysiz Sirojiddin bilan Faxriddin akaning jangi haqida? Avvalambor assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Biz qisqa vaqt tayyorlandik, lekin postyan biz formada turamiz. Lekin bunday katta bo'ylarga qisqa vaqtda Sirojiddinni tayyorladik. Faxriddin sal oldinroq tayyorgarlikni boshladi. Ammo Faxriddinni sopernik juda kuchli edi. Biz birinchi raunddan keyin taktikani o'zgartirdik. Biz kurashmoqchi edik, kurashga bermadi. Keyin hujumga udarlikka o'tdik. Shunda o'zimizni oqladik deb almashtirmaganimiz bo'ladi. Lekin Sirojiddinni soperniga qisqa vaqtda almashtirgan uchun u 82 kilodan 66 kilo tashagan. Восстановление qilgan-ku baribir. Sirojiddin hamma harakat qildi, lekin u faqat proxodga kirib ushlab oldi. Udar bo'yicha o'sha sopernikimizda treneri kelib, biz yutqazdik udardan. Lekin faqat takedownda ushlab turdi. Sal pravila o'zgartirish kerakmi? Faqat ushlab turdi degan o'zlari kelib bizdan anaqa so'rashdi. Biz aytdik, "Yo'q, bu sport. Yutdilaringiz, sizlarga tabrik" deb, shunaqa deb anaqa qildik. Nima deb o'ylaysiz? Sirojiddin 66 kg da jang qiladimi keyingisida yoki endi faqat 61 ga tusha oladimi? Endi men hammamiz endi Husniddin bormagani juda katta anaqa bor. Chunki bu Sirojiddinni postyanni sekundanlikka trenerlik Husniddin olib chiqqan. Biz sal neudobniy bo'ldi. Ammo men o'ylayman, shu 66 kg sal og'irroq. 61 kg ga Faxriddin bo'ydan keyin Sirojiddinni o'zi endi postyan olmish 1 kg ga chiqishga kelishib oldik.
Qadrli do'stlar, mana janglarni qo'yganman, ko'rib bemalol YouTube kanalimizda tomosha qilsanglar bo'ladi. Inshaalloh hammaga omad tilaymiz. Faxriddin akaga ham keyingisida kamarlarga jang qilib, Sirojiddinni ham o'sha o'ziga keyingi reytingda o'sha mag'lubiyatlarni yopadi deb o'ylaymiz. Hammaga omad tilaymiz. Rahmat sizlarga.